Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam AQShning Nebraska shtatida sodir bo'lgan. Oxirgi videomda narkotik moddaning передозировкасы qanchalik ayanchli holatga olib kelishi haqida gapirib bergandim. Bugungi video esa narkotik moddalarning inson organizmiga qanchalik dahshatli tarzda namoyon bo'lishini ko'rsataman. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, o'z xulosangiz bilan kommentariyada bo'lishing. Like va podpiskangizni ayamang. Janelle Hornikel 1984-yil 23-mart kuni dunyoga kelgan. Oilada kenja farzand edi. Yoshligi Nebraskaning kichkina Ort shahrida o'tgan. Qiz yoshligidan juda talabchan, ilmga chanqoq bo'lib o'sdi. U sport bilan shug'ullanar va komandasining kapitani edi. Xullas, u ideal farzand bo'lib voyaga yetdi. O'qishni a'lo bahoga yakunlab, Omaha universitetiga o'qishga qabul qilindi. Universitetda ham u yangi do'stlar orttirib, kichkina shahridan Nebraskaning eng mashhur katta shahriga o'qishga kirganidan juda ham baxtiyor edi. Eng katta orzularidan biri esa yigiti Michael Wamsley bilan shu shaharda yangi hayot boshlashi edi. Ular 7-sinfdan tanish edilar. Biroq Michael sal boshqacharoq edi. Janelle tarbiyali, ota-onasiga quloq soladigan qiz bo'lsa, yigit butunlay aksi edi. Michael 9-sinfni bitiriboq o'qishni tashladi va o'zini ishga urdi. Tog'asi uni 13 yoshidan oldida, ya'ni mashina ustaxonasiga ishga olgandi. Bu ishidan tashqari u qo'shimcha o't chopish, basseyn tozalovchi bo'lib ishlardi. Janelle o'qishi tufayli Omaha shahriga ko'chib ketganda Michael ham u bilan birga ketdi. Odamlarning Michaelni ko'p narsa ko'rgan deyishsa-da, Janellening ota-onasi ular uchrashuviga qarshilik qilmasdi. Chunki Michael Janelle'ni yaxshi ko'rishini hamma bilardi. O'z o'rnida Janelle ham uni juda sevardi va ular baxtiyor juftlik ekanliklari bilinib turardi. 2004-yil 31-dekabr kuni Janelle ota-onasining uyiga yangi yilni o'tkazish uchun keldi. Bir kungina uyida qolib, ertasi kuniyoq Michaelning oldiga qaytib ketdi va ular endi do'stlari bilan bayram bazmini davom ettirishdi. 2005-yil 4-yanvar kuni taxminan 19:30larda shunaqa bazmlardan biridan uyiga qaytayotgan Michael va Janelle'ni politsiya xodimlari to'xtatishdi. O'sha kungi havo juda ham sovuq bo'lib, qorli bo'ron boshlangan edi. Politsiya xodimlari ularning mashinasini orqa chiroqlari yonmayotganligi sababli to'xtatishgandi. Politsiya xodimi mashina oldiga borib, Michaelni rulda, Janelle'ni esa oldida ko'rdi. Shunda Janelle politsiyachilardan ularga yo'lni ko'rsatishni, qorli bo'ronda adashib qolganliklarini aytdi. Politsiya xodimi ularga hozirgi vaqtda ular Nebraskaning shimolida joylashgan Jeneva degan shaharda ekanliklarini va Omahagacha 180 kilometr yo'l borligini aytdi. Ularga janubga qarab haydashsa, bir ozdan so'ng katta trassaga chiqishlarini va o'sha trassa orqali ular Omahaga yetib borishlarini aytdi. Oqibatda ular o'z yo'llarini davom ettirishdi. Keyinchalik intervyularda politsiyachi yigit va qiz juda yaxshi kayfiyatda ekanliklarini va hech qanaqa nojo'ya harakat sezmaganini aytgan. Biroq 5-yanvar 00:28da 911 yordam liniyasiga g'alati va qo'rqinchli qo'ng'iroq bo'ldi. Telefon qilayotgan Janelle Hornikel edi. Hi, I'm in Omaha, in a Mandalay apartment complex. There's a lot of Mexicans and African Americans, and they're all dressed up in these clothes out. How many are out there? No, 100. 200. Police are on the way. The police are on the way, though, okay? Okay, how long do you think it'll be? Because it's time to get out of there because of the snowy conditions. Yes, and the helicopter to go over the trees. The helicopter cannot fly in this kind of weather. I don't know how to get out of here. They've left us all in here. I can't find a way out of anywhere, ma'am. We even have a pickup and we're trying to find a way to push through even. There's nothing. We won't be able to get out of here. Yeah, I can't let us stop running to get out of Qiz juda ham qo'rqqan edi.
uni shunchalik qo'rquv qamrab olgandiki, hatto shunaqa izg'irinda ular Maykl bilan mashinadan chiqib qochishga ham tayyor edilar. Qizning gapiga qaraganda, ularni oppoq kiyingan, uzun bo'yli odamlar o'rab olishgandi. Ular 100-200 kishini tashkil etardi va ularga qarab jim kuzatishardi. Qizning bu gaplari uylab topilgan hikoyaga o'xshasa-da, ovozidagi dahshat qo'rquv rost edi. Janel 911 yordam dispetcheriga Amahadagi kvartirasining oldida ekanligini aytgandi. Dispetcher zudlik bilan politsiyani shu adresga yubordi. Biroq politsiyachilar manzilga yetib kelganlarida hech kimni topisha olmadi. Bu orada 911 yordam liniyasiga yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar Maykl telefon qilayotgandi. Vaqt o'tishi bilan havo battar ayniy boshlagandi. Ular esa shu qorong'ida va bo'ronda tashqarida edilar. Yagona xavfsiz joy mashina edi. Ular esa yagona umiddan ham voz kechishgandi. Ehtimol ikkalasini ham shunchalik qo'rquv qamrab olgandiki, ular yagona xavfsiz joy mashinada politsiyani kutishdan ko'ra ko'chada muzlab qolish xavfi yuqori bo'lsa-da, ko'chani afzal ko'rishgandi. Biroq politsiyachilar ularni aytgan manzilida topisha olmayotgan edi. Endi politsiyada vaqt katta rol o'ynardi. Chunki Janel va Mayklni bir necha soat ichida topishmasa, ularning ko'chada muzlab qolish ehtimoli yuqori edi. Taxminan yarim soatlar o'tib 911 yordam liniyasiga yana qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq payti Maykl nimaga yordam kelmayotganini, ular uydan bir necha ko'cha oldinroqda ekanliklarini ta'kidlardi. Biroq Maykl qattiq adashgan edi. U o'zi aytgandek bir necha ko'cha emas, balki Amahadan 40 kilometr uzoqlikda dalada edi. Politsiyachilar ularni sputnik yordamida izlab topishdi. Biroq aniq joyini topisha olmadi, chunki signal masofasi 400 metrni tashkil etardi. Qidiruv chegarasi katta masofani tashkil etsa-da, politsiyachilar qidiruvni boshlashdi. Ular yigit va qiz muzlab qolmaslaridan ularni topish umidida edilar. Taxminan 5:30lar atrofida 911 yordam liniyasiga Maykl qo'ng'iroq qildi. We're trying to find you. You were in a shed. Now, you're out walking again? Yeah, it's okay now. Kids will take care of tomorrow. Everything's gonna fit. Bu oxirgi qo'ng'iroq edi. 12 soat o'tibgina ularning mashinasini topishdi. Mashinada yoqilg'i bor edi. U butunlay soz holatda edi. Mashinadagi yoqilg'i ular ertalabgacha isitish pechkasini yoqishganlarida ham tugamasdi. Demak, ular shunchalik darajada qo'rqishganki, hatto ustki qalin kurtkalari mashinada qolib ketgandi. Mayklning oxirgi qo'ng'irog'idan 24 soat o'tib, 6-yanvar kuni uning muzlagan tanasini mashinadan 1,5 kilometr uzoqlikda topishdi. Uning egnida hatto issiq jemper ham yo'q edi. Birgina yengil futbolkada qo'lida telefon bilan muzlab qolgandi. 5 kun o'tib Mayklning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Janelni haligacha topisha olmagan edilar va Janelning oila a'zolari oxirgi umidlari u qandaydir mo'jiza tufayli qayerdadir tirikdir deb o'ylardilar. Biroq oilaning oxirgi umidi ham Mayklning dafn marosimining ertasiga chilparchin bo'ldi. 12-yanvar kuni Maykl topilgan joydan 1 kilometr uzoqlikda Janelning muzlagan tanasi topildi. U Mayklening issiq jemperida edi. Ular shunchalik qattiq qo'rqishganki, mashinadan deyarli 3 kilometr uzoqlashgan. Qanday qilib buncha uzoqqa ketib qolishgan va ularni qo'rqitgan oppoq odamlar kim bo'lgan? Bu savollarga javobni med ekspertiza berdi. Ikkalasining o'lim sababi muzlab qolish bo'lsa-da, ikkalasining ham qon tarkibida kam miqdorda spirtli ichimlik va normadan ko'proq narkotik moddalar aniqlandi. Aynan ular iste'mol qilgan moddalarning turi gallyutsinatsiya keltirib chiqarardi. Gallyutsinatsiya aslida mavjud bo'lmagan narsalarni, ovozlarni yoki hodisalarni bor deb his qilish, ko'rish yoki eshitish degani. Bu modda 4 soatdan 12 soatgacha inson organizmida qolib, har bir insonga har xil ta'sir qiladi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, Janel bu narkotikni birinchi marta qabul qilgan
va unda qo'rqinchli gallyutsinatsiyalar boshlangan. Maykl esa unga qo'shilib, u ham Janel ko'rayotgan narsalarni ko'rishni boshlagan. Shu uchun ikkalasining ham qo'rquvlari telefon orqali yorqin eshitilgan. Biroq juftlikning oila a'zolari bir ovozdan ular hech qachon narkotik moddalari bilan o'ynashmaganini ta'kidlashardi. Oila a'zolarining fikriga ko'ra, yigit va qiz borgan bazmga ularga ataylab narkotik moddalar qo'shib berishgan deb hisoblashardi. Maykl va Janelning orzusi turmush qurib, farzandli bo'lish edi. Ammo bir necha soatlik kayf-safo uchun ularning nafaqat orzusi orzuligicha qoldi, balki ular umr degan eng oliy ne'matdan ajraldilar.